İgileniçe Xitay 11 davlatdan tarkib topgan universal yangilik yaratishchan Tinch okeanidan halqagan sheriklik munosabati kelishimiga qatnashishni iltimos qilgan. Beijing hukumati iltimos qilgan bu kelishimning manbasi Barack Obama davrida Amerikaning tashabbusi bo'lgan Tinch okeanidan halqagan sheriklik munosabati hukumidan barliqqa kelgan. 2018-yili Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Brunei, Chili, Malayziya, Meksika, Peru, Singapur va Vyetnam qatorliqlar imzolagan bu kelishim Xitoyning bu rayondagi ta'sirini tangpunlashtirishni maqsad qilgan. Keyincha Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Amerikani bu kelishimdan chekindirib chiqqan. Avstraliya Fransiya bilan bo'lgan suv osti paroxti turini bekor qilib, Amerika bilan kelishimni imzolagandan keyin Fransiya, Washington va Canberradagi bosh elchilarini qaytarib keldi. Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian prezident Emmanuel Macronning yo'l yo'rig'i bilan maslahatlashish uchun Fransiyaning Washington va Canberradagi bosh elchilarini jiddiy chaqirishni qaror qilganligini bildirdi. İran prezidenti raisi Iranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lganligini e'lon qildi. Igilanicha 16 va 17 sentabr kunlari Tojikistonning poytaxti Dushanbada bir oraga kelgan Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolari Iranning rasmiy a'zoligini qabul qilgan. Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi tunuyga qatnashgan bir faoliyatda Amerika-Xitoy munosabati haqida to'xtaldi. Pelosi Uyg'urlarga qilingan irqiy qirg'inchilik masalasini eslatib, shundaqdimi Xitoy bilan bo'lgan munosabatni ma'lum darajada saqlab qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Germaniyada Xitoy virusi qarshi vaksina yasab chiqqan BioNTech shirkatining qurg'uvchisi professor Özlem Turaji va Shohin Kolin universitetining faxriy doktorlik unvoniga erishdi. Amerika, Angliya va Avstraliya o'rtasida imzolangan yadro kelishimiga qarshi inkoslar davomlashmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasi qarmog'idagi davlat taratqullari bu kelishim Avstraliyani yadro nishoniga aylantiradi mavzuliq maqola e'lon qilib, Avstraliyaga yadro urushi bilan rasmiy tahdid soldi. Hilton Zanjirsimon mehmonxonasi Beijing doiralari bilan Xitoy hukumati tomonidan vayron qilingan Uyg'ur masjidining o'rnida yangi mehmonxona silish to'g'risida kelishim imzolagan. Amerika Islom munosabati kengashi Virginiya shtatidagi Hilton bosh shtabining oldida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bu qurilishning Uyg'ur madaniyatining yo'qotilishiga yordamda bo'ladigan kishilik huquq tafsirchiligi ekanligini ta'kidladi.